Assalomu alaykum obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning xonadonimiz. Xudo xolasa yangi bo'g'oz qo'ylarimiz yetib kelgan mana. Yem-hashak yeyishlari hamma yo'g'i joyida, akalar, yeb ichishlari konkret. Hamma yo'g'i sog'lom, nah bo'g'oz sog'liqlar mana. Bo'g'oz qo'ylarimiz. Bu birinchi qo'ramizda akalar, hammasi ikkitish, to'rtish, mana qorinlari osilayotgan naq bo'g'ozdan so'raganlarga, zo'rini qidirib yurgan obunachilarimizga mana yangi partiya yetib keldi akalar. Eng kattasi 6 tish, qolgani 2 tish, 4 tish akalar qo'ylar. Birinchi partiyamizga soni 27 dona bu yerda akalar. Mana o'zlaringdek ko'ringlar. Kech bo'lsa ham kelishiga syomka qilib obunachilarimizga ulashib qo'ydik. Kech bo'lishiga qaramay, mana shu obunachilarimizga yangi partiya kelgan joyidan zo'rlaridan olaman deb yurgan obunachilarimiz bo'lsa, mana shunaqa naq bo'g'ozlardan hammasi mana qorinlari osilib, yelillari osilyapti akalar. Mana shu qo'ylar yaqin bo'g'oz, mana shular. Bu birinchi partiyamiz akalar. Birinchi qo'ramizdagi qo'ylar. Soni 27 dona. Hammasi Xudo xolasa akalar 100%, 100 ga 100 bo'g'oz qo'ylarimiz akalar mana. O'zlaringdek ko'rib baho beringlar. Hammasi bo'g'oz sog'liqlar. Xudo xolasa haqiqiy ishqibozlariga, yaqin bo'g'oz qidirib yurgan obunachilarimizga tavsiya qilib qo'yaveringlar akalar mana. Bu yog'ida akalar, bu yog'ida ham nah bo'g'oz qo'ylarimiz soni bu yerda 10 dona akalar. 10 dona mana yelillari osilayotgan variantda qorong'ida ko'rinmayapti, o'zi kesin tushib qoldi. 10 tasi bo'g'oz, bitta arashan qo'chqorimiz bor akalar bu yerda. Mana 10 dona bo'g'oz qo'yimiz. Bular akalar ikkitasi 2 tish, qolgani 4 tish, 6 tish, 8 tagacha, 8 tishi ham bor akalar. Bular mana shular 6 tishdan mana. Monolar 4 tish yosh. O bitta arashan qo'chqorimiz bor akalar. Bu ikkinchi qo'ramizdagi qo'ylar. Son 10 dona akalar. Narxini ham biralaga aytib o'tib ketaylik, birinchisidan boshlab. Mana akalar. Birinchi qo'ramizdagi qo'ylar optimga olsalaring 27 donasini 6 milliondan bo'lsa dastavka qilib yetkazib beramiz. Chudagi mana. Mashlar ham chudagi. Mana shular naq bo'g'oz akalar. Dastavka qilib Samarqandgacha yetkazib beramiz. Soni 27 dona, 6 million so'mdan. Tanlab olishga plus minuslari bor akalar. Bo'ylari 80 plus. Mana. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa mana shunaqa qo'ydi, zo'rlaridan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Haqiqiy optim joyidan yangi partiya kelgan yeridan olaman deganlar. Ikkinchi qo'ramizdagi qo'ylarning narxi akalar 4,5 milliondan bo'lsa bir joyga bo'lsa beramiz 10 donasini. Uni qo'chqori qoladi akalar. Qo'chqorni o'zini olaman deganlarga $600 dastavka qilib beramiz. Arashan, toza arashan qo'chqorimiz u. Ash qo'chqorni o'zini ko'rsatib qo'ygan, o'tib. Mana bo'g'oz akalar. Masla qorin tashiyapti. Mana qo'chqorimiz. Haqiqiy jullari ham toza. Mana garbonoz, quloqlari ham cho'tka akalar. Bo'yi 80 atrofida. $600 ga o'tib beramiz akalar. Bu 3-chi qo'ramizdagi qo'ylar akalar. Asarti qo'ra bu mana. Bundagi yosh to'xil sog'liqlari akalar 10 dona, 4 dona kichkina qo'chqorlari bor. Mana sariqlardan ikkitasi qo'chqor, ikkita sariq sog'lig'i bor. U 10 dona maydarog'i mana shular akalar. 3,5 milliondan bo'lsa ketaveradi mana shu yoshlar. Endi bu yerda 3 ta kattasi bor. U sariq, orqasidagi qora, bu oq. Ular 5 milliondan akalar. Bular 3,5 milliondan. Shunda 10 tani, 12 ta, 4 ta qo'chqor,
8 ta sovuq akalar mana mashina. Buni o'tib aylantirib bergin. Mana mashina qo'zi sovuqlarimiz akalar mana. O'zlaringiz ko'rib baho bering. Xolasalar kasalar tashab beraman, kelib, xotirjam ko'rib, yoqqanini savdolashib bemalol olaverasizlar akalar. Telefon qilib shoshilaveramiz akalar. 3-qo'ramizdagi qo'ylar qo'zlar 3,5 milliondan, bular 4,5 million, bular 6 milliondan akalar. Bo'lmasam hozir biz keyingi qo'ramizda 3 dona keyingi yilga qo'chqorga qo'shgan, qo'yga qo'shgani, qo'chqor qidirib yurgan, istab yurgan obunachilarimizga 3 dona toza liniyalik alashan qo'chqorimiz bor. O'shani ko'rsatamiz akalar. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib turinglar. Kech bo'lishiga qaramay, mana shunaqa video chiqarishda to'xtamaymiz akalar. Bizda xolasa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Shu qo'chqorlarni ko'ramiz. Obunachilar, bu 4-qo'ramizdagi shu urug'likka yetgan arashan qo'chqorlarim akalar, mana qaranglar. Xolasa mana shunaqa qo'chqorni zo'rini zot yo'nalishda qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu ikkitasi chekkadagisi 85, bunisi 90. 85 plus. O'sha achib bitta dumbalarni ham ko'rib qo'yaylik. Tak. Mana qo'chqor obunachilar. Dumbalarga o'zlaring baho beringlar. Mana dumbalar rezlari ham chotki mana. Yüzünü ko'rsatchi. Mana tumshug'lari, toshlari o'ta kelishgan. Qo'y bor. Bunisini shu. Qo'y bu o'zi ko'rindi mana, dumbasi ochiq. Ayri dumba, razrez, yuzlari o'ta tiniq. Bular akalar $1000 bo'lsa dastavka qilib yetkazib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.